Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 3-oyning 12 kuni juma. Sizlarga ozroqcha ushur yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu haftadagi birinchi cho'ng xabar Amerikadagi New Lines Institute deb ataladigan bir aql ombiri Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan jinoyatlarni nihoyatda tafsili tekshirib, analiz qilib, shu orqali Xitoyniki qilmishi BDT 1948-yili o'tirg'a qo'yib tasdiqlagan irqiy qirg'inchilik qonuniga xilof degan yakuni chiqadi. Bu bek cho'ng xabar Uyg'urlar uchun. Nemishqa deganda hozir chet elda, bo'lib g'arb ellarida Xitoyniki qilmishini zodan nim deb atash kerak degan masalada gangirab bir qarorga kelinmay jur'atgan davlatlar hali ko'p. Endi ma'vu Amerikadagi muhim aql omborlariniki birisi ham ular qonuniy jihatdan bu Xitoyning qilgani irqiy qirg'inchilik, Xitoyniki Uyg'urlar qilgani irqiy qirg'inchilik degan yakuni chiqarganlik uchun bundan ko'plagan davlatlarniki mushtaq yakunni chiqarishiga zo'r turtki bo'ldi deb o'ylayman. BDT'niki 1948-yili tasdiqlangan kishilik irqiy qirg'inchilik qonunida jami 5 soha tilga ilingan. Uniki birinchisi ma'lum bir millat gruppasiniki a'zolarini o'ldirish. Ikkinchisi shu ma'lum bir millat gruppasiniki a'zolari ustida nihoyatda og'ir jismoniy yoki ruhiy zaxmlarni yetkazish. Üçüncüsü, ma'lum bir gruppa yoki millatniki shu hayot sharoitiga og'ir darajada fizikalik buzg'unchiliklarni elib kelish. To'rtinchisi, ma'lum bir gruppa yoki millatniki tug'ut orqali o'ziniki a'zoligi millatining ko'payishini to'sish. Beshinchisi, ma'lum bir millat yoki gruppaniki bolalarni boshqa bir millatlarga o'tkazib berish qatorliq 5 moddasi bor ekan buning. Ma'vu New Lines Institute degan aql ombiri Xitoyniki qilgani shu 5 moddaniki hammasiga xilof. Aslida BDT'niki bu irqiy qirg'inchilik qonunida shu 5 moddaning ichida bir moddasi xilof qilsa, uni irqiy qirg'inchilik deb atashga bo'ldi ekan. Faqat birsi xilof qilgan bo'lsa, birsilar yuz bergan bo'lsa, lekin Xitoyniki Uyg'urlar qilayotgan qilmishlari shu 5 moddaniki hammasiga tushadi ekan. Bu boshqa bu yakun intayin kuchlik. Buni hozir Amerikadan bir necha cho'ng amaldorlar buni Twitterda taqib etishni qildi. Ishqilib bu ishninki buning ahamiyati pek zo'r. Bunun uchun biz hammamiz xushal bo'lsak bo'ladi. Bu haftadagi ikkinchi cho'ng xabar 3-oyning 18-kuni payshanba Amerikaniki 2 amaldori Xitoyniki 2 davlat amaldori bilan rasmiy suhbat o'tkazmoqchi. Amerikaniki Alaska degan shtatida Amerikadan qatnashganlar tashqi ishlar ministri Blinken bilan Oqsaroy milliy bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan degan 2 odam ko'rishdi ekan. Xitoydan qatnashganlardan Yang Jiechi degan Xitoy, bu Rindaniki bir narsa mening bilishimcha. Ondan keyin Yamirsi Wang Yi degan Xitoy, Wang Yini bilan tanishlar. Bu Xitoyniki tashqi ishlar ministri. Mush 2 odam bilan ko'rishdi ekan. Masada Amerikaniki hozirgi hukumati to'g'riliq bir narsa deyishni xohlamaydim. Ma gapni degan deb qilishimdagi sabab 2 sabab bor. Uniki birisi bu qatamqi kurashni o'tirib qo'ygan taraf Amerika. Bu bir biz diqqat qilishga tegishli bir nuqta. Ikkinchisi bo'lsa, men ba'zi uchurlarni uchratdim. Amerikadagi Xitoy inson haqlari advokati Taimis Wang degan bir Xitoy 11-mart kuni Twitterda deyishcha Uyg'urlardan barishkilisi Amerikada menimcha Rehan Asad bilan Jafar Ilham 2 singlimimiz
mush kurashishga bil bor ekan degan gapni uchratdim men. Shunga bu ishlarni tilga qo'ygim keldi. Endi Әмішінің сәбәбі бар. Uyg'urlardan bu ikki singlimizning elib berishida Amerika hukumatiniki uning ma'lum maqsadlari bor. Men bu to'g'riliq tafsilga to'xtalmayman. Endi ba'zi andishalar bor bu yerda. Uni nima degan chog'da burun davlat amaldorlarining kurashi bo'lgan chog'da bir yoki ikki odamni qutuldirish orqali butun bir millatga yoki butun bir millatga keltirgan ziyonlarni, Xitoyning ziyonlarini shuni yo'q etadigan ahvollar ancha ko'rilgan. Ashta boshqa bu qatammi ashta bir ishlarni maqsad qilamdi bu yoki bu ishni qilib Xitoyniki uyg'urlarga ziyonkashligi ustidan hisob olish ishlarini bundan keyin o'xshashda davomlashtiramdi degan bir savol bor. Buniki oxirgi natijalarini bundan keyingi kuzatish orqali bilalaymiz. Har holda bu bir tarafdan bu xush xabar bo'lib turishini umid qilaman men. Endi buning ichiga boshqa bir maqsadlar yushirgan bo'lsa agarda buni biz keyin bilalaymiz. Buni deb qo'yim keldi. Bu qatimki kurashishniki 5 cho'ng temasi bor ekan. Uniki birisi Xitoy virusi, ikkinchisi dunyoviy klimatniki isishi, havoning isib ketishi, uchinchisi Hong Kong, to'rtinchisi Tayvan, beshinchisi Xitoy hokimiyatining Avstraliyaga qaratgan savdo cheklovlari haqida. Bu 5 cho'ng temning ichida Uyg'urlar yo'q ekan, lekin shu oldingi 2 kunning ichida Amerikada elib berilgan muxbirlarga kurashish yig'inlarida ba'zi kishilar Amerikadagi tashqi ishlar ministridan so'ragan. Bu qatimki yig'inda Uyg'ur masalasini o'tirib chiqamdi deb so'ragan joyda u kishi chiqdi. Biz u masalani o'tirib qo'yamiz deb shuna dedi. Lekin rasmiy e'lon qilingan 5 tema ichida Uyg'urlarning masalasi yo'q ekan. Buni mashayxlar deb qo'y, qolganini bundakini yana barabar bilib olaymiz. Men sizlarga Xitoy haqida ikki temada qisqacha tushuncha berib qo'ymoqchi. Uniki birisi yaqinda Amerikaniki Wisconsin Universitetining meditsina sho'basiniki bir professori Xitoycha va inglizcha bir maqola e'lon qildi. Bu kishiniki yozgan bir kitobi bor ekan. Bu maqolada bu kishi Xitoyniki nopsini tahlil qilish orqali Xitoy mangu Amerikaniki oldiga o'tmaydi iqtisodiy jihatdan degan yakunni chiqaribdi. Hozirga qadar nurg'un kishilarning analizlari bor. Xitoy bilan Amerikaniki bundan keyingi o'rin solishtirilmasi jihatda kimniki ustungi o'rinda turadiganligi haqida. Men bu 2017-yili bir yil Xitoy haqida siyosiy maqolalarni tayyorlagan. Shuning ichida shu haqida maqolalar bor. Endi hozirga qadar ilib berilgan analizlar asosiyatan ijtimoiy hukm asosida ilib berilgan, inglizcha qualitative deydi, sifat jihatini ilib berilgan analizlar. Marxning ilib berilgani sonliq ma'lumot asosidagi analiz. Ashta bu boshqa bundaq analizga sal qarashga bo'lmaydi. Buning belgilik asosi bor. Sanıqlı olduğun nəsələrdə, etqanca hesablı olduğun nəsələr. Endi bu kişininki o'ta qo'ygan nazariyasini nima desanlar, Xitoy shu pat yaqinda shu nupus masalasida bir g'ayriy nuqtaga yuz keladi. Singular point deydi inglizcha. Singular point g'ayriy nuqta, bu fizikada ashta bir nuqtalar bor. Nisbiy nazariyasida masalan. Ashta bir masalaga yo'liqidi deydi. Agar obdan kuzatsak, Yaponiya, Koreya, Xitoy bularniki iqtisodiy taraqqiyotining hammasini qisqa orliqqa yugurish deb qarash mumkin deydi. Qisqa orliqqa yugurish. Amerikaniki bo'lsa uzun orliqqa yugurish. Xabarlarda bor qisqa orliqqa yugurgan vaqtida butun kuchni yig'ib, noyda qat yuguraymiz. Lekin bu yugurish uzunga davomlashmaydi. 100 metr, 200 metr, 800 metr degandek. Endi uzunga yugurish degan gap o marafonga o'xshash ish. 2 kilometr, 30 kilometr, 50 kilometrgacha masalanga yugurish bo'ladi. Ma kishi Xitoyniki taraqqiyotini Amerikaga solishtirgan chog'da Xitoynikida qisqa orliqqa yugurish deb qarash mumkin. Amerikaniki bo'lsa uzun orliqqa yugurish deb qarash mumkin degan uqumni o'tirib qo'yibdi.
Yan bir yan bir muhim narsa Xitoyda 2013-2014 yildan boshlab emgak kuchiniki soni ozayishga qarab mengibdi. Amerikada bo'lsa 2050-yilga bag'ishlikmi unda yuz bermaydi Amerikada. Nüfus qurulması jihatdan aytgan chog'da. Bu yerda bir muhim hukm bor. Agar biz bir davlatniki nüfusini yosh bo'yicha tizsak, bir yoshdan masalan 90 yoshgacha deb qator tizib chiqqili bo'ldi. Buning o'ttirsida bir nuqta bor. Buni o'ttir nuqta deb atsak, bu qanday nuqta desanglar, mushu nuqtaniki matrafidagi mushu nuqtadan yashi mushu nuqtadan kichik odamlar bilan yashi mushu nuqtadan yuqori turli odamlarning soni o'xshash. Masalan, Xitoyda 1 milliard 400 ming nüfus bor desak, 700 milyon nüfus ma nuqtadan tuvan, ma yoshdan kichik, yosh, qolgan 700 milyon nüfus ma yoshdan cho'ng. Mana bir nuqta bor. Bu o'rta yosh deb atasak. Bu yosh Xitoyninki bu yashi 1980-yili 22 yoshga aniq. Ya'ni Xitoyda 22 yoshdan yosh odamlar bilan 22 yoshdan yuqori qiyroq odamlarniki soni o'xshashganlik 1980-yili. U chaqda 1980-yili Amerikaniki o'rta yoshi 30 yoshga aniq. 2018-yili kelgan chaqda Xitoyniki o'rta yoshi 42 yoshga o'sibdi. Ya'ni 42 yoshdan tuvan nüfusning soni bilan 42 yoshdan yuqori nüfusning soni o'xshash degan gap. Amerikada bo'lsa 38 yosh bo'pti. 2018-yili. Bu son 2035-yilga borganda Xitoyniki 49 yosh, Amerikaniki 42 yosh bo'yicha turadi ekan. 2050-yilga borganda bo'lsa, Xitoyniki 56 yoshni eshib ketadi ekan. 56 yosh. Amerikada bo'lsa 44 yosh bo'ldi ekan. Demak, mushundaq bir paketga asoslangan chaqda Xitoyning shu qirilishish masalasidan kelib chiqadigan nurg'un oqibatlar bor bo'lganligi uchun Xitoy iqtisodiy jihatda hargizmi Amerikadan olib o'tolmaydi degan yakunni chiqaribdi bu kishi. Men bu kishiniki maqolasiniki xitoycha inglizcha nusxalarini tepib, keyin tor adresini Facebookga chiqarib qo'yman, shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu sal qarashga bo'lmaydigan bir muhim hukm ham paket. Shunga buni degan tilga qo'yib keldi. Ammo xabarda bor, Yaponiya hozir ig'ir krizlarga duch keldi iqtisodiyotdan. Uniki bir masalasi shu nüfusniki qirilishib ketish masalasi. Yaponiyaniki hozirgi o'rta yoshi 48 yoshga hozir. Mushundan kirib olib bo'ladi masalaning nima ekanligini, masalanki ma'lum qismining nima ekanligini. Shuni bunda qo'ygan keldi. Ondan keyin yana bir xabar, yaqinda chiqqan xabar, ehtimol anlagansizlar, Xitoyda ikki qurultay ochildi. Xalq qurultayi bilan siyosiy kengash qurultayi ochildi bu yilgi. Bu yig'inda Xitoyniki rahbarlari so'zga chiqdi. Bunun ichida birisi Zongli, Xitoyniki Zonglisi Li Keqiang bor. Aniki boshqa rahbarlar bor. Bu qatimki bu ikki yig'in jarayonida ko'ringan bir nihoyatda keskin ahvol. Li Keqiangniki so'zlagan nutqi bilan qolganlarniki so'zlagan nutqi ichida osmon zamin farqi bor. Yoki bir-biriga qarama-qarshi. Mush orqali ba'zi chet eldagi analizlar erishgan uchurlar nima desanglar, hozir Xitoyda huquq kurashi intayin keskinlashib ketibdi. Bu huquq kurashiniki bir tarafi Xi Jinping va uni himoya qilganlar, yana bir tarafi bo'lsa Xi Jinpingga qarshi turadiganlar. Ikki guruh o'rtasida huquq kurashi intayin keskinlashib ketibdi. Hozirgi kishilarniki faraz qilishicha, shu huquq kurashi tufaylidan Xitoy hokimiyati ag'darilishi mumkin degan ko'z qarash bor. Bu bizni xo'sh qilgan xabar. Men burundan tortib Uyg'urlardagi cho'ng umidni bir qancha nuqtalarga bog'lagan endi qanday ehtimolliklar bor. Masalan, shu oldimizda agar bir cho'ng o'zgarish bo'ldi desa, bu o'zgarish nereden keladi degan masala to'g'riliq o'zimning videosida qayta so'zlab keldim. Uning birisi shunga o'xshash Xitoylardagi
Xitoy hokimiyatidagi huquq talashish kurish tufaylidan Xitoy Kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Amerika qatorliq g'arb ellarining Xitoyga iqtisodiy besim ishlatishi sababidan Xitoyniki iqtisodini nacharlashib, shu orqali Xitoy hokimiyatiniki ag'dirilishini keltirib chiqarishi. Yana bir sabab, yana bir ehtimollik Xitoy bilan Amerikaniki urushishi degan omilmi bor bu yerda. Lekin uning ehtimolligi pek cho'ng emas. Hozir Xitoy bu jihatda Tayvanga nihoyatda ko'p tahdidlarni sevyotidi. Lekin Xitoyniki o'zi nihoyatda yaxshi biladi urushda Amerikani yengolmaydiganligini. Ashta bo'lg'an uchun Xitoyning o'zi urush qo'zg'ab qilish ehtimolligi ancha cho'ng emas. Ular Amerikaning bir ish qilishini kutib turyotidi. Lekin mushta bir omilmi bor, lekin ehtimolligi cho'ng emas. Hozirgi paranglarda endi Xitoylarniki huquq kurishi tufaylidan Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki pat yaqinda ag'dirilib ketish ehtimoli nihoyatda cho'ng degan farazlar o'tirib chiqyotidi. Buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bunga biz albatta xushal bo'lamiz. Bugun so'zlaydigan 5-cho'ng tema o'tganda men unutib qolibman. O'tgan hafta Uyg'urlar Tor jurnalniki 18-soni e'lon qilindi. Bo'lsa undan foydalansanglar. O'qiman chet eldagi qarindoshlar bak aldirash. Hozir bundan narsa o'qishga bak ko'p vaqti bo'lmasligi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, hech bo'lmasa jurnalniki mundarajasini bir ko'rib yiqinglar. Buning ichida qanday mazmunlar bor ekan deb. Bizniki bir top qarindoshimiz kech kunduz ishlab mush narsalarni vujudga chiqaryotidi. Hech bo'lmasa xabar tep qilinglar. Chet eldagi Uyg'ur jamoati ichida nima ishlar bo'lyotidi, qanday yaxshilar bo'lyotidi, bulardan xabar tep qilish uchun hech bo'lmasa mundarajasini bir ko'rib yiqinglar. Onun için sizlar çoxum sizlar qiziqadigan mazmunlar bor. Bu jurnal mazmun jihatdan intayin mo'l chiqyotidi. Onun ichidagi bu muhim bir tarkib, bu jurnal chiqargan qarindoshlar har oyda chet elda yuz bergan Uyg'urlarga oid cho'ng ishlarni xulosalab mengyotidi bu jurnalda. Bu nima uchun desanglar, bu bir tarix. Hozirgi Uyg'ur tarixiniki xotirlanishi bu hisoblanadi. Mush orqali hozir Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlar ichida bo'layotgan ishlar xotirlanib mangdi degan gap. Biz buni nihoyatda muhim o'rin qo'yib turib qolgan ish. Bu asoslardan sizlarga bulardan xabarlar bo'lib qolsin. Bu haftadagi yana bir cho'ng ish sizlarga deb qo'yadigan ehtimol xabarlarda bor Abduvali Ayub inimiz tuzgan 2 kitob sizlar bilan yuz ko'rishgan. Uning birinchi qismi Elifba, ikkinchi qismi Edebiyat kitabı, başlangıçtaki edebiyat kitabı. Bular бүтüp sizlar bilan yuz ko'rishdi. Hozir uniki Elifba nusxasi tugab ketdi, sotilib qopti. Buni Abdulla inimiz yana biroz tuzitib, qayta nashr qilib taqatmoqchi. Endi hozir Abdulla inimiz yana bu kitobniki qolgan qismlarga ishlayotdi, 3-chi, 4-chi va 5-chi qismiga. Ishlayotdi, bu bir yurish edebiyat kitabı bo'lib chiqdi, Uyg'ur edebiyat kitabı boshlang'ich maktabniki bolalar uchun. Endi bu kitobda hozir biz duch kelgan bir qiyinchilik bor, Abdullaynimiz duch kelgan. U nima desanglar, kitobga vesni xat yozish, anadagi rasm chizadigan ishlarda biz yordamga ehtiyojlik hozir. Shunga bu ishni qo'llaydigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, bunga muvofiq haq birimiz, agar sizlar istasanglar, bo'libmi agar bu ishni Turkiyadagi qarindoshlar qilsa muvofiq miqdorda haq bersak bo'ladi. Shunga vesni xat va rasm 3-chi, 4-chi va 5-chi edebiyat kitoblari uchun mushni qo'llaydigan qarindoshlar men bilan aloqalashgan bo'lsanglar. Esinglarda bor, bu bir sharaflik ham ahamiyatli ish. Bu tarix bo'lib saqlanib qolgan narsa. Sizningki sizgan rasmingiz, loyihlagan vesni xatlaringiz saqlanib qoladi. Kitobningki bir qismi bo'lib. Şuna bu bir çok ahamiyatli bir iş. Bugün sizlerge dep qo'yadigan yana bir xabar. Toronto ve onun atrofidagi Uyg'ur jamoati 7 mart kuni bir cherkovni setib oldi. Men cherkovning rasmini ko'rsatib qo'yay sizlarga, ko'rsatib bo'lamdim yana. Rasmni chiqarib qo'ygan deb o'ylagandim. Ben resimden birini ko'rsatib qo'yay sizlarga. Ko'rsatib qo'yay.
Bu Cherkov'daki xalcık resimleri var. Bunu şu Toronto'daki Uygur qarindoshlar pat yaqinda bir maxsus torbet yasab, şey chiqarib qo'ymoqchi ko'rib baxsanglar bo'ladi. Nihoyatda chiroyli cho'ng bir cherkov ekan. Nihoyatda arzon bahoda sotyapti meningcha. 610 ming dollarga sotyapti. Torontodagi qarindoshlarniki burun sotib olgan bir Uyg'ur uyimi bor. Hozirga qadar ishlab kelgan. Endi hozir uni sotib shu yangi binoga ko'chadigan bo'pti bular. Endi bu yangi cherkovni Uyg'urlar uyi qilib chiqish uchun bir qism qaytadan yasash, tuzash ishlarini yapirish to'g'ri keldi ekan. Uniga pul ketdi ekan. Ashta bu boshqa o'tgan hafta Torontodagi qarindoshlar bir yig'in ochib, shu ish uchun 610 ming dollar iyon to'plash ne qira qilibdi. Hozir shu yerdagi qarindoshlarni safarbar qilib qo'yibdi. Bo'lsa chet eldagi Torontodan boshqa yer turadigan qarindoshlarmi agar xohlasanglar mush ishga bir kishi to'p qo'shib qo'ygan bo'lsanglar. Endi buningdan keyin chet eldagi Uyg'urlar ichida shunday Uyg'ur jamoati barpo qilish, uyimi bor jamoat barpo qilish buniki ahamiyati bek zo'r. Bu to'g'riliq bir qism maqolalar yozildi, diksiyalar so'zlandi. Torontodagi qarindoshlar buni nihoyat yaxshi chiqiribdi hozir. Bu jihat ish qilayotgan Gollandiyalik qarindoshlarmi bor, boshqa qarindoshlar Amerikadagilarmi burun Uyg'ur uyi deb uy boqqan. Lekin Torontodagilarniki biroz Uyg'ur uydan foydalanish jihatida hali oldida Gollandiyalik Uyg'urlar bilan Kanadadagi Uyg'urlar endi. Shunga mushini bir qo'llab qo'ysanglar, bundan keyin bu vaqtda endi boshqa uchurlarni keyin men Facebookda chiqaraman. Kanadadagi qarindoshlarni chiqirdi, Torontodagi Kanada Uyg'ur jamiyati qatorliqlar. Shunga mashini bir tilg'ib qo'ygim keldi. Bo'lsa, hammamiz bu ishga ahamiyat bersak. Andan keyin hozir chet eldagi xilli bir yerlardagi Uyg'ur qarindoshlar meniki oilamdagilar qani degan shuar ostida namoyishlarni olib beryotdi Xitoy konsulxonasi oldida. Yaqinda Belgiyadami bo'ldi bu namoyish, Amerikadami bo'ldi, boshqa yerlardami bo'lyotdi, Gollandiyada. Oldimizdagi 15-islamış dushanba kuni Avstraliya parlamenti Xitoyniki Uyg'urlarga qilgan jinoyati irqiy qirg'inchilikmi emasmi degan masala ustida bilat tashlash olib bordi ekan. U kunisi shu Avstraliya parlamenti oldida cho'ng ko'lamdagi namoyish bo'lmoqchi. Bo'lsa Avstraliyadagi ishga qatnashish imkoniyati bor qarindoshlar bu ishga qatnashib qo'ygan bo'lsanglar. Buning ahamiyati bek zo'r. Hozir hammamiz ko'ryapmiz. Bu yaqinda qilayotgan namoyish, qilayotgan faoliyatlar chet eldagi buniki unumi nihoyatda yaxshi bo'lyotdi. Shunga yangi cho'ng xabarlar, Uyg'urlar uchun foydali xabarlar uzilmay chiqyotdi. Hammasi mushta faoliyatlarning natijasi bo'lsa buni qatnashib qo'ysanglar. Sizlarga deb qo'ydigan bir ishni ham bir shundab qo'ydim. 8 mart kuni Dünya Ayollar Bayrami munosabati bilan men tunishadigan bir guruh bor. Birli vaqtda aytgan soat 8da Twitterga bir hashtag bilan uchur yo'llash shu Uyg'ur ayollarini qutqizish haqida uchur yo'llash mana bir faoliyatni olib borgan. Men qatnashdim. Uningga soat 8da men bir uchurni chiqardim o'zining Twitter'siga. Uningda bir Uyg'ur ona bilan bir 2 yoshli atrofidagi uning qizi bir temir to'saqniki ikki tarafida turib bir-birisi bilan ko'rishib, suyishib, yig'ilishib qotgan videoni qo'shib chiqarib qo'ygan men. Bu nihoyatda obdan tarqaldi. Buni 1000 dan ko'p odam tarqatdi. Men to'yin qarab baqdim. 39 mingdan ko'p odam ko'rdi. Unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Twitterga yine to'xtamay cho'ng temalarda bir narsa chiqaryapti. Men uchurlarni to'plab meni shu yerdan tepib izlab kelayotgan faoliyatchi muxbir kishilar davomliq ba'zir bo'lib turyapti. Men unga yetishmay o'zimniki do'stlarimni yordamga chaqirib birlikda savol so'rab izlab kelganlarga yo'lda javob berib ketyapmiz. Bu ishlar nihoyat yaxshi bo'lyapti. Oxirida deb qo'ydigan yana bir ish o'tganda men Turkiyadagi
qiyinchilik va o'quvchilarga tablet berish uchun iyan to'plash ishlaridan bir xulosa chiqarib bo'lgandim. Maapda Amerikadagi yana bir qarindishimiz o'ziniki shirkat orqali $1000 iyon qildi. O'zi $1000 berdi. Şirket onun gayını $1000 qo'shib berdi ekan. Shundaqda bizga kelgan pul $2000 bo'ladi. Bu ikkinchi shaxs yana bir qarindishimiz mashta qilgandi. Bu ikki qarindishimizniki talabi bu bizga kirdigan har bir odamdan kirgan $2000'niki $1000'ni tablet alishga ishlatib, yana $1000'ni Turkiyadagi sarxillar ma'rifiy projektiga ishlatishni iltimos qildi. Biz bu pulni shu bo'yicha yetkazib beramiz. Shu Turkiyadagi ikki projekt uchun. Shunga bularni sizlarga deb qo'ygim keldi. Ben o'ylab kelayotgan yana bir necha muhim temalar bor sizlarga so'zlab beray degan. Ammo har haftada mushtaq mazmunlar sal ko'payib ketib, uniga vaqtim chiqmayotdi, ma'lumotni tayyor qilib olmay qoldim. Bo'libmi chet elda bundan chet eldagi Uyg'ur bolalarini qanday tarbiyalash kerak? Tarbiyalashdagi eng muhim nuqtalar qaysi degan masalasida sizlarga so'zlab beraman. Bugun emas, bugun ulgurmay qoldim tayyorlik qilishga. Bak mazmun ko'p bo'lganligi uchun Xudoyim bilsa, shu oldimizga bir necha hafta ichida mush masala to'g'riliq to'xtalaman. Maqolamizda bugungi leksiya meniki videom shunchalik bo'lsin. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.